kufr diyorida hijrat qilmasdan qolib ketgan, ularning mollari ko'zga ko'rinib, o'zlarining manfaatlari ko'zga ko'rinib qolgan kishilar yoyinki zaifliklari hijrat qilishlik mashaqqatlarini ko'tara olmasdan zaifliklari qoldirgan kishilar, agar ular fidokorlikni lozim tutishganlarida hijrat qilishliklari mumkin edi. Mana bu kishilarning o'zlariga zulm qilgan kishilar deb Alloh subhanahu va taolo ataydi. Ularning jon taslim qilayotgan vaqtlarida o'zlariga haqiqatda zulm qilgan kishilar ekanligini anglashliklarini bayon qilib, Qur'onning o'zini xos uslubi bilan ifodalaydi. Jon taslim qilayotgan holatlarni ko'z oldiga olib keladi. Maloikalar ularni vafot toptirayotgan vaqtda o'zlariga zulm qilgan holatdagi kishilarni ularga xitob qilib, qolu fima kuntum, nima maqsadlar, nima sabablar bilan sizlar kufr diyorida qolgan edinglar degan xitob qiladi. Ular o'zlarining uzrlarini bayon qilishib, kunna mustad'afina fil ard, biz yerda zaiflanib qolgan edik. Ya'ni mollarimiz ko'zga ko'rinib, molning muhabbati bilan, yo vatanlarimiz ko'zga ko'rinib, vatanning muhabbati bilan zaif, shu zaiflik bizlarni qoldirgan edi deb xitob qilishadi. Haqiqatni bayon qilishadi. O'zlarining mol oldidagi, boshqa bir dunyo muhabbatlari oldidagi zaifliklarini bayon qilishadi. Alloh subhanahu va taolo tarafidan ularning jonlarini taslim qilishlikka, jonlarini olishlikka muvakkal bo'lgan maloikalar ularga xitob qiladiki, qalu alam takun ardullohi wasi'atan fatuhajiru fiha, Allohning yeri kengmasmidi sizlarga? Bu yerlarga hijrat qilsanglar bo'lmasmidi sizlar o'zingizlarni diniylarni olib qochib? Fa ulaika ma'wahum jahannam, kufr diyorini ixtiyor qilib islom diyori turgan vaqtda islom diyoridan hijrat qilmasdan kufr diyorini ixtiyor qilganlarning joylari jahannam deb bayon qilyapti, birodarlar. Alloh subhanahu va taolo ashoblarini va Rasululloh sallallohu alayhi vasallamning Madina Munawvaraga hijrat qilishligini iroda qildi. Madina Munawvara musulmonlarga nisbatan Dorul Islom bo'ldi. Makka Mukarrama bu yerda Allohning hukmi poymol qilinganligi uchun, mushriklar zo'ravonligi o'tganligi uchun musulmonlarga nisbatan agarchi tug'ilgan bo'lsalar ham Makkada, agarchi bu yerda Ka'ba-i Muazzama bo'lsa ham Allohning hukmi bo'lmaganligi uchun musulmonlarga nisbatan Dorul Kufr bo'ldi. Hijrat farz bo'ldi. Alloh subhanahu va taolo hijratning qiyinchiliklarini ko'tarmasdan, mollari ko'zga ko'rinib, tug'ilgan joylari ko'zga ko'rinib, o'zlarining manfaatlarini ko'zga ko'rinib hijratda qolgan kishilarni o'zlariga zulm qilganlar deb atadi. Vasa'at masira, ularning o'rinlari jahannam. Islom aqidasidan vatanni afzal ko'rgan, islom aqidasidan mollarini afzal ko'rgan, islom aqidasidan qarindoshlarini afzal ko'rgan, bularning o'rinlari jahannam dedi. Islom diyoriga hijrat farz bo'ldi. Modomiki Madina Munawvarada Rasululloh sallallohu alayhi vasallam va ashoblar Allohning hukmini mukammal suratda ijro qilishar ekan, boshqa diyorlar musulmonlarga nisbatan kufr diyori bo'ldi. Illal mustad'afina minar rijali wan nisa,
Tabian bu hijrat qila olmagan kishilarning ichida haqiqatda ham uzrlik bo'lgan kishilar bor edi. Ularning qariliklari hijrat qilishlikga qo'ymasdi. Ba'zilari mahbus edi mushriklar qo'lida. Ba'zilar kasallik sabab bilan, ba'zilari hech qanday narsaga ega bo'lmaganliklari uchun hijrat qilisha olmasdilar. Alloh subhanahu va taolo bularning uzrlarini qabul qilib istisno qilyaptiki, illal mustad'afina minar rijali wan nisa'i wal bildan. Zaif kishilar va ayollar va bolalar ki ular hech qanday choraga qodir bo'lmagan, biror bir yo'lga yo'llana olmagan, bular mustasnodir. Ularni shoyat Alloh afv qilsa, ularni uzrlarini qabul qilsa, Alloh kechiruvchi va g'afur, gunohlarni kechiruvchi zotdir. Alloh afv qiluvchi va gunohlarni kechiruvchi zotdir. Haqiqatda ham islom diyori, ya'ni islomning hukmi mukammal ijro qilinib turgan yer kurrasida bir makon bo'lib turgan vaqtda o'zini shunday pokiza hayot bilan Allohning manhajiga muvofiq hayot kechirib turgan diyor yer kurrasida bo'lib turgan vaqtda o'zining moli ko'zga ko'rinib, o'zining qurgan imorati ko'zga ko'rinib, o'zining tug'ilgan joyi ko'zga ko'rinib, Allohning pok yo'lini ixtiyor qilmasdan o'zining boshqa sabablar bilan qolgan kishilar o'ziga zulm qilgan kishilardir. O'zlariga shunday pok hayotni ixtiyor qilmasdan o'ziga zulm qilgan kishilardir. Tabian insonning xayolidan har xil narsa o'tadi. Inson o'zining diyorini tashlab ketayotgan vaqtda, aqidasi uchun, dini uchun tashlab ketayotgan vaqtda uning ko'z oldida shayton har xil xayolotlarni olib keladi. Inson zaifligi sababli o'zining turgan joyigina unga rizq beradi deb o'ylaydi. Inson shu o'zining sharoitlik qulay qilib olgan uydagina yashashligi, rizqlari vasiy bo'lib yashashligi mumkin deb xayol qiladi. Alloh subhanahu va taolo yo'lida hijrat qilib ketayotgan vaqtda molni tashlab, vatanni tashlab, aqidani afzal ko'rib ketayotgan vaqtda, ko'p quruq ketayotganda qaysi bir diyorlarga, kimlarning oldiga borishlik noma'lum bo'lganligi sababli inson bir ko'p mashaqqatlarga duchor bo'lsam kerak deydi. Alloh subhanahu va taolo bu shaytoniy xayolni mu'minning qalbidan chiqarib tashlaydi. Estaizu billah va man yuhajir fi sabilillah yajid fil ardi muragaman kaseera wa sa'a muragaman kaseeran wa sa'a wa man yakhruj min baytihi muhajiran ila Allah wa rasulihi thumma yudrikhu al-maut faqad waqa'a ajruhu ala Allah wa kana Allahu ghafurar rahima. Kim Alloh yo'lida hijrat qilsa, Alloh yo'lida vatanini tashlasa, tug'ilgan joyini tashlasa, Alloh yo'lida o'zining moli davlatidan ajralsa, Alloh yo'lida o'zining qulay sharoitlik o'rinlaridan ajralsa, Alloh yo'lida shularni hammasidan voz kecha olsa, Allohning yerida ko'p yaxshiliklar va kenglikni topadi. Alloh subhanahu va taolo buning ko'p yaxshiliklar va keng vasiyliklarni topishligida shak shubha yo'q ekanligini bayon qilyapti. Haqiqatda ham Alloh yo'lida hijrat qilgan ajdodlar shunday kenglik va vasiyalikni topishdi. Ular o'zlarining mollarini talon-taroj qilgan dinsizlardan, o'zlarining mollarini talon-taroj qilgan va qilibgina qo'ymasdan ajdodlarini qatl qilgan va o'zlarining xonimollarini, mulklarini tortib olgan diyorlardan Alloh yo'lida hijrat qilishib ko'p vasiyaliklarni topishdilar. Mana boshqa mamlakatlarga haj safarlariga borgan kishilar buning guvohi bo'ldiki, ular Alloh yo'lida ajdodlari hijrat qilishgan edi.
bu yerda hamma mol mulklarni tashlab ketishgan bo'lsalar ham, bu yerdagi mol mulkka bir necha bor mol mulkni Alloh subhanahu va taolo ularga berdi. Ular xor hayotda qolishmadilar. Allohning o'zigagina qul bo'lib yashaydigan pok hayotni Alloh taolo ularga nasib qildi. Allohning va'dasi haqdir, bu va'dasida shak shubha yo'qdir. وَمَنْ يَخْرُجْ مِنْ بَيْتِهِ مُهَاجِرًا إِلَى اللَّهِ وَرَسُولِهِ ثُمَّ يُدْرِكْهُ الْمَوْتُ فَقَدْ وَقَعَ أَجْرُهُ عَلَى اللَّهِ. Kim Allohning yo'lida hijrat qilib chiqar ekan, bu ham xoli emaski, birinchi qadamidan keyingina bu narsa ma'lum bo'lib, uning jazosi qatl bo'lishligi mumkin. U yo'lda yo biror bir o'limga ro'baro kelib shu yerda vafot topishligi ham mumkin. Yo'ldagi qiyinchiliklar bilan vafot topishligi ham mumkin. Alloh subhanahu va taolo ning islom diyoriga yetishligi mumkin bo'lmay qolishligi ham, bu ham albatta bor gap. Mana bu narsani mu'minning qalbini xotirjam qilyaptiki, Alloh taolo kim uyidan chiqqan bo'lsa, Allohga hijrat qilgan holatda, ya'ni shart shuki, Allohga hijrat qilgan holatda uyidan birinchi qadamini bosib chiqishligi bilan rasuliga hijrat qilgan bo'lsa, faqat qalbida Alloh rasulini muhabbati bilan hijrat qilgan bo'lsa, keyin unga o'lim yetsa-yu o'zining maqsad qilgan o'rniga yeta olmasa, buning ajri mukofoti Allohgadir. Alloh buning ajri mukofotini beradi. Ya'ni mu'min kishi birinchi qadamini Alloh rasulini maqsad qilib chiqishligi bilan hijrat ajri unga nasib bo'ladi. Unga Dorul Islomga yetishlik ajri nasib bo'ladi. Alloh bu mukofotni berishlik bilan birga va kanallohu g'afurur rahima, gunohlarni ham kechiruvchidir va unga rahmat bag'ishlovchi zotdir. Islomning aqidasida bir kishi bir yaxshi maqsad bilan birinchi qadamni qo'yishlik bilan maqsadi hosil bo'ladi. Chunki u sof niyati bilan o'zining qilolmagan amaliga ham mukofotni oladi. Agar niyati sof bo'ladigan bo'lsa.